Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan interaktiv kviz yaratish mumkin bo'lgan saytlardan bittasini ko'rib o'tamiz. Bu bilan asosan darsni qiziqarli o'tish yoki auditoriyani o'zizga qaratish uchun foydalanishingiz mumkin. Saytning nomi Mentimeter deb nomlanadi. Silkasini opsiyani topishingiz mumkin va ketdik, boshlaymiz. Demak, istalgan brauzerda ochib Mentimeter deb qidiramiz. Men oldin qidirganim uchun mana chiqyapti. Mana xuddi shunday pochta berganingda xuddi shu narsa chiqadi. Birinchisiga kiramiz. E'tibor bersanglar, asosiy oynasi quyidagidan iborat. Biz agar akkauntning oldin bo'lgan bo'lsa login, bo'lmasa sign up orqali ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Sign up orqali ro'yxatdan o'tamiz. Google orqali ro'yxatdan o'tish mumkin, bo'lmasa qo'lda bitta Gmail orqali ro'yxatdan o'tish mumkin. Demak, yaratildi. Mana ochganda xuddi shu oyna chiqadi. Oyna bilan tanishib chiqsak, bu yerda oldin yaratgan savollarim turibdi. Savollar tipi, shablonlari va hokazo va hokazo. Demak, boshlaymiz. Qanday yaratamiz? Demak, New Menti qismiga o'tamiz. New Menti oyna ochib beradi. Bu oyna orqali biz o'zimizning savollarimizni yaratishimiz mumkin. Xuddi shunday oyna ochiladi. Demak, oynamiz ikki qismdan iborat. Chap tarafi asosiy slaydlarimiz, o'ng tarafi esa bizda edit qismi hisoblanadi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, 50 ta kredit orqali oddiy free planida ishlatish mumkin. Demak, savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol turimiz multiple choice, ya'niki ko'p variantli savol turi. Buni tanlasak, mana qo'yib beradi. Yuqorisiga ikkita bo'lib qoldi. Birinchiga o'tkazib olaylik. Demak, yuqorisiga nima yozamiz? Yuqorisiga savolimiz nima savol yozishimiz mumkin? Oddiy savol, masalan 20 plus 10 necha? Oddiy savol, savolga ahamiyat bermaysizlar. Yuqori qismini edit qilishimiz mumkin alohida, ya'niki rangini o'zgartirishimiz mumkin. Qalin qilishimiz, qiya qilishimiz, tagga chizishimiz ustiga o'zimiz link berib ketishimiz mumkin. Yana qiziq tomoni, buni o'lchamini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, small qilib qo'ysak kichkina bo'ladi. Large qilib qo'ysak ulkan, ya'ni katta bo'ladi. Default turgani menimcha yetarli bo'lsa kerak hozirgi uchun. Endi savolni edit qilib oldik. Endi pastki qismini edit qilishni boshlaymiz. Pastki qismida funksiyalar birozgina ko'proq va qiziqarliroq. Demak, pastki qismiga e'tibor bersak, pastki qismida bizda mana edit oynasi ochildi. Bu yerda mana chartlarni, ya'niki shakllarning ko'rinishi uzun yoki bo'lak shaklda yoki torch shaklda yoki dots nuqtalar shaklida bo'lishi mumkin. Kelinglar, mana shu bo'lak shakldagini ko'ramiz. Bo'lak shaklda quyidagicha bo'ladi. Bu yerda rangini o'zgartirishimiz mumkin. Faqatgina premium versiyada ishlaydi ekan. Rangini o'zgartirish, optionlarni joyini o'zgartirishimiz mumkin. Umumiy aylana shakl, dot shakli, ya'ni nuqtalar qo'yishimiz mumkin. Bars quyidagi shaklda, ya'niki diagramma nomini bars deydi. Barsda bu qolgan 3 tasida yo'q funksiya bor, ya'niki bularda har bir javob uchun rasm qo'yishimiz mumkin. Rasm funksiyasi quyidagi. Rasmni qo'ysak, o'zimizni ustiga hozir bitta bossam, o'zimizni kompyuterdagi xotirani ochib beradi yoki o'zini library'si bor, library'dan istalgan rasmni inglizcha qidiruv orqali topishingiz mumkin. Masalan, nima yozishimiz mumkin? Question yozsak bo'ladi masalan. To'g'ri yoza olamiz. Question. Savol. So'rovni belgisini oldik deylik. Demak, save qilamiz. Albatta qo'yib beradi. Hozir birinchi option, ya'ni birinchi variant uchun bu savolni qo'ydi. Rasmni qo'ydi. Bu yerdagi javobni o'zgartiramiz. Javobni yozishni boshlaymiz. Necha yozamiz? Demak, 30 yozamiz deylik. Unisiga 31 yozamiz. Mana unisiga esa 29 yozsa bo'ladi. Har biriga qo'shishimiz mumkin. Agar variant yetmasa add option orqali qo'shimcha variantlarni ochib olishimiz mumkin. Keyingi pastki qismiga o'tsak, choose correct answer. Bu hozir bizning default qiymatidagi turishi so'rovnoma. Ya'ni so'rovnomada to'g'ri yoki noto'g'ri javob yo'q. Faqatgina o'zingizning fikringizni belgilaysiz. Agar
quyidagi choose correct answer bo'limini yoqib qo'yganimizda nima bo'lardi? Bunda istalgan uchtasidan birortasini tanlab, shuni to'g'ri deb javob deb olamiz. Endi bu testga aylanib ketadi. Keyingisi show response. Show response nima? Show response shundayki, bu javobni ko'rinishi, ya'niki javob yechilayotgan davomda ko'rinsinmi, oxirida ko'rinsinmi yoki umuman javobni auditoriya ko'rmasin. Menimcha eng yaxshisi o'rtadagisi rekomendatsiya beryapti. Shuni bosib qo'ysak, javobni test yechib bo'lingandan keyin oxirida ko'rsatadi. Yana bitta funksiyasini, yuqoridagi funksiyani tashlab ketibman. Uzr. Select multiple options bu nima? Buni yoqib qo'yganimizda, masalan, bunda masalan 3 ta savol, 3 ta javob bor. 3 ta javobdan nechtasini tanlash mumkin? 3 tasidan 3 tasini tanlash mumkin. 3 tasidan 2 tasini yozib qo'yganda, endi ikkita tanlashga majbur bo'ladi. Endi ikkita tanlashga majbur bo'ladi. Bu yerda ikkita javob bo'lishi kerak. Ikkita tanlashga majbur bo'ladi va ikkitasini tanlasa bo'ladigan funksiyasini yoqib qo'yadi. Bu majburiy qilib qo'yadi keyin umumiy hisobda. Ikkitasini tanlamasa o'tmaydi. Masalan, buni 3 ta tanlaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Aytayaptiki, san 2 va 3 orasida bo'lgan savollarni qo'yishing mumkin deyapti. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, hozircha shart emas. Bu funksiyasini tushuntirish uchun kerak edi. Keyin show response as a percent, ya'niki bu bilan mana foiz ko'rinishida ko'rinib tursin degani. Buni yoqib qo'yishlar o'zining ixtiyoringda. Xo'sh, keyingi savol turiga o'tishdan oldin yana qo'shimcha comments qismi javobi necha? Comment yozsak, kommentni bossak, mana komment bordi. Bunga javob qaytarishimiz mumkin yoki javob qaytarmasligimiz mumkin. Istalgan kishi komment yozishi mumkin. Keyingisi actionlar qismi. Actionlar qismida nima qilishimiz mumkin? Bu yerdan tugmalarni sozlashimiz mumkin. Mana pastda e'tibor bergan bo'lsanglar tugmalar bor. Buni qaysidir yoqib, qaysini o'chirib qo'yishimiz mumkin. Keyin question and answer bo'limi bor. Bu orqali nima qilamiz? Mana komment qismini ochib qo'yamiz bu orqali. Agar savol bo'lsa, savolni yozadi. Savolni komment qismida ko'rinadi. Pastda yana bitta xuddi shunga o'xshagan chat turi bor. Bu live chat, ya'niki siz prezentatsiya qilish davomida savollarni berishlari mumkin. Theme qismi bor, ya'ni tema qismi. Tema qismidan bizga 6 ta defaultini beradi. Agar o'zimiz yaratmoqchi bo'lsak, bu yerda boshqa planga o'tishimiz kerak bo'ladi. Menimcha bu yetarli. Keyingisi umumiy qolip, ya'niki savollarga qoliplarni qo'yib bergan. Faqatgina siz o'zingizning savollaringizni kiritishingiz mumkin. Bu yerda mana turlari bor. Turlariga o'zi keraklisini tanlashingiz mumkin. Mana yozib qo'yibdi. 6 ta slayd, 7 ta slayd, 5 ta va hokazo. Demak, keyingi savol turi. Keyingi savol turiga biz word cloud. Word cloud nima? Word cloud shundayki, yuqoriga qo'yamiz. Word cloud shundayki, o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. O'chirish uchun e'tibor berasizlar. Sichqonchani o'ng tugmasini bitta bossak, ustiga eritib, mana o'chirish tugmasi bor yoki umuman ko'ritmaslik yoki double duplikatsiya qilib qo'yishimiz mumkin. Mana shuni xuddi shunday pastga olib beradi. Menimcha hozir kerak emas bu. Ha. Kerak emas. Bu yerda tanladik ikkinchisini. Word cloud nima? Shunday savol turiki bu. Siz savol berasiz, faqatgina bitta javob yoki bitta so'z birikmasini yozish kerak bo'ladi. Qaysi so'z birikmasi ko'p takrorlansa, o'rtada mana yozib qo'yishibdi o'zi. Qaysi ko'p takrorlansa katta ko'rinishda yoki ba'zilari kichkina bo'ladi. Bu demak kam takrorlangan yoki hali endi birinchi marta kiritilganda shunday ko'rinishi mumkin. Savol qismi har doimgidek. Keyingi pastki qismida nimalar bor? Rangini almashtirishimiz mumkin. Faqatgina bu premium versiyasida ishlaydi. Number of response unlimited deyapti. Ya'niki bitta kishi necha marta savolga javob berishi mumkin degan joyda buni siz xohlasangiz 1 marta, 2 marta, 3 marta, 5 marta yoki cheksiz qilib qo'yishingiz mumkin. Menimcha 1 martasi hozircha yaxshi. Javob ko'rishni so'ngga o'tkazib qo'yamiz va bo'ldi. Keyingi savol turimiz open ended. Open ended savol turi nima? Open ended savol turi yopiq test desak ham bo'ladi. Bu yerda savol yozamiz. Qanaqadir savol. Masalan, Ibn Sino tug'ilgan kunini yozing deb yozsak bo'ladi masalan. Tug'ilgan kunini yozing deb yozdik. Endi nima bo'ladi? Bitta xato ketib qoldi. Tug'ilgan kunini yozing dedik. Endi bu yerdan edit qilishimiz mumkin qismi, pastdagi response qismi, ya'ni response qismi qanday bo'lishi mumkin? Joyini o'zgartirishimiz mumkin xolos. Ya'niki bu yerda ko'rishni oxirga o'tkazib qo'yamiz.
aytyaptiki multiple respond per person degani, ya'niki har bir person, ya'niki har bir shaxs ko'p savol javob berishi mumkin. Buni o'chirib qo'yishlar mumkin, xohlasa bitta, xohlasa ko'p. Aytyaptiki agar buni yoqib qo'yganingizdan keyin pastdagini yoqib qo'ysangiz, har bir person faqatgina bittadan javob berishi mumkin. Buni o'zgartirishingiz mumkin, masalan 3 ta, 4 ta va hokazo. Demak, bu yer bo'ldi. Keyingi savol turi scale savol turi. Scale savol turi juda qiziq. Scale savol turida masalan shunaqa savol eshitganmisiz? Ya'niki bitta qanaqadir adabiy asar, shuni 10 dan 1 dan 10 gacha baholang deydi. Masalan, men shu asarga 6 yo 7 qo'ydim. Xuddi shunday savol. Masalan, nima deyishimiz mumkin? AI AI'larni baholang. Qanaqa AI'larimiz bor? Optionlarni ochib olamiz. Chat GPT bor, Gemini bor, Grok bor. Optionlarimizni kiritib oldik. Pastga o'tsak, pastdagisida aytyaptiki show statement hours degani o'rtacha qiymatini ko'rsat deyapti. Bu yerda umumiy javoblarning o'rtacha qiymatini ko'rsatadi. Bu shart emas. Menimcha kerak bo'lsa ulashingiz mumkin. Buni savollarda boshida aytib o'tmapan, preview qilib ko'rishingiz mumkin. Preview nima? Masalan, shu savol sizda qanday ko'rinadi va shu savol ishlayotgan insonda qanday ko'rinadi? Mana preview qismini bitta bossak, sizning ekraningiz va userning ekrani quyidagicha. Bu yerda nima qilish mumkin? Belgilash mumkin. Masalan, AI'larni baholang. ChatGPTni masalan 1 dan 5 gacha 4. Gemini'da 4 masalan. Bunisi masalan 2 Grokda 2 qo'yish mumkin va submit tugmasi orqali mana bo'ldi. Endi e'tibor berayotgan bo'lsanglar, pastda show qismi bor. Javoblarni ko'rish mumkin mana. Xuddi shunday chiqadi. Bittadan bitta bo'ldi. Bunga ham rasm qo'yish mumkin. Har biri uchun rasm qo'yish mumkin umumiy savollardan. Yana scale qismi, ranking qismi. Ranking savol turi shundayki, bu yerda siz bir nechta variantlar bor. Uni o'zingizga nisbatan tartiblaysiz. Ya'niki nima? Mashinalarni mashinalar bor bizda bir nechta. Masalan, shu mashinalarni o'zimizcha tartiblashimiz mumkin. Lamborghini masalan LG yozib qo'yamiz bunga. Ferrari bor edi. Ferrari. Keyingisi BMW, GM. O'zimizda General Motors. Demak, buni tartibni o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerdagisida javobni oxirida ko'rinadigan qilishimiz mumkin. Ishlanishi ham juda oddiy, preview qilib ko'rsamiz. Demak, previewda xuddi shu ko'rinishda chiqadi. Previewda masalan men tanlashim mumkin, masalan Ferrari'ni birinchiga, Lamborghini ikkinchisiga, masalan GM'ni uchinchisiga, BMW'ni masalan to'rtinchisiga qo'yishim mumkin. Bu yerda yana joyni almashtirish mumkin mana bunaqa qilib. Keyin submit jo'natishni bosganimda mana keldi, mana ko'rish bossak, mana quyidagi tartibda foydalanuvchi buni tartiblab chiqibdi o'zi uchun. Juda qiziq bo'ladi. Keyingisi esa question and answer. Question and answer bu juda qiziq savol turi. Masalan, menga savol bering. Masalan, shunday yozib oldim, to'g'rimi? Bu nima qiladi desa, bu slayd orqali userlar sizga savol berishi mumkin. Edit qismiga e'tibor beramiz. Bu yerda salgina boshqacharoq. Bu aytyaptiki, savol berish slaydini har bir slayddan keyin qo'yaymi? Yoki pastdagisi aytyaptiki, faqatgina shu slaydga kelganda savol qo'yish slaydini ochaymi deyapti. Men faqatgina shu slaydni bosib qo'yaman. Faqat shu yerga kelganda menga savol berishi mumkin talaba. Yoki keyin birinchisiga olib qo'yganimda har bir slayddan keyin shu savol berish oynasi chiqadi. Shuning uchun faqatgina shu yerga kelganda menga savol berishlari mumkin. Preview qilib ko'ramiz. Previewda qanday ko'rinar ekan? Demak, previewda quyidagi tartibda ko'rinadi. Ask new question.
savol ber deyapti. Nima deb savol berishim mumkin? Yoshingiz nechada? Masalan, jo'natishni bosganimizda mana yoshingiz nechada? Siz masalan bu yerga like bosish mumkin, mana like bosish mumkin, sizda ham ko'rinadi. Javob berib bo'lgandan keyin enter tugmasini bossangiz, answer deydi, keyingi savollarga o'tishi mumkin. Demak, keyingi savol turimiz guess the number deydi. Guess the number savol turi juda qiziq. Ya'niki birorta bir sonni o'yladim. Masalan, necha deylik? Masalan, 15 deylik. 16 qo'ya olmaysan deyapti. Sababi bu yerda pastini 10 gacha olgansan deydi. 10 ni 100 qilib qo'ysak, menimcha oralig'iga tushar ekan. 16 degan sonni oldim. 1 dan 100 gacha sonni o'yladim. Masalan, qaysi biri? 16. Pastdagi mana u siljishi necha bo'lsin deyapti. Nechtadan siljisin? Masalan, 5 dan siljisin har siljiganda. 5 dan siljib bilmasgan, sababi 5 da siljisa 16 ning ustiga tushmay qoladi. 15 ga kelganda o'tib ketar ekan. Demak, buni 2 tadan qilib qo'yishimiz mumkin. 2 tadan to'g'ri tushdi. Endi 2 tadan siljisa ko'rinishi mumkin ekan. Preview qilib ko'ramiz. Savolimiz qanday ko'rinar ekan? Demak, previewda quyidagi tartibda ko'rinadi. Masalan, taxminan qilamiz. Masalan, 26 ni deb submitni jo'natdim. Bo'ldi. Bitta kishi jo'natdi deyapti. Show qismini ko'rsak, mana 26 da turibdi ekan. Keyingisi points deydi. Ya'niki sizga ma'lum miqdorda pointlar beriladi. Uni har bir javob uchun o'zingiz taqsimlashingiz kerak. Nima deyishingiz mumkin? Asarlarni baholang. Birinchi savolga masalan qaysi asarni olishimiz mumkin? Masalan, qisqartirib yozaman. Kaptan Chayon, masalan, Layli va Majnun. Yana nima yozishim mumkin? 1001 kecha. Masalan, keyingisi yozmay qo'ysak ham bo'laveradi. Rekomendatsiya va preview qilamiz. Demak, preview qismida quyidagicha ko'rinadi. Asarlarni baholang. Ya'niki men Mehrobdan Chayonga 100 ballik shkalada faqatgina 100 pointim bor. Qanchasini berishim mumkin? Masalan, 40 pointini berishim mumkin. Keyingisiga qolmadi, sababi 4 ta, 6 ta umumiy to'lib bo'ldi. Endi submitni bossam, masalan, 100 ballikni to'ldirib bo'ldi. Ko'rishni hisoblasam, 59 ta Mehrobdan Chayonga va 41 ta Layli va Majnunga beribman. Xohlagancha o'zgartirishlar mumkin buni. Pin on image qismi bor. Pin on image qismida biz masalan birorta karta yoki shunga o'xshash narsani joylab qo'yamiz. U yerda savol beramiz. Masalan, quyidagi davlatni toping. Bu yerdan nima yozishimiz mumkin? O'zining image'idan mana shuni qo'yaylik. Demak, rasmni o'rnashtirib oldik. Save qilamiz. Mana rasmimizni qo'yib oldik. Demak, bu yerda yozamizki avtobusni toping. Avtobusni bergan joydan topish kerak. Uchun nima qilamiz? Pastdagi qismini bitta ustiga bossak, mana rasmlar chiqadi va mana u choose correct area degan joyni yoqib qo'yamiz. Va bu yerda yoqib qo'ygandan keyin add correct area qismini bosamiz va bizga kerakli bo'lgan qismini belgilab olamiz rasmda. Demak, avtobus shu yerda joylashgan. Mana user faqat shu yerni bosganda to'g'ri hisoblaydi. Add upload correct area. Demak, rasm yuklandi deyapti. Preview qilib ko'ramiz. Preview qismida quyidagicha ko'rindi. Mana endi avtobusni toping. Masalan, avtobusda shu yerni tanlash mumkin. Submitni bossam belgiladi dedi. Ko'ramiz. Demak, ichida to'g'ri belgilabdi. Xuddi shunday ko'rinadi. Demak, video qo'yishimiz ham mumkin. Sargina tezlashamiz. Demak, video qo'yishimiz mumkin. Videoni qanday qo'yamiz? Quyidagi video, bu yerda title yozishimiz mumkin. Nima yozamiz? Masalan, online dars. Online darsda title bilan yozib qo'ysak, bu yerga URL qismiga YouTubedan birorta bir URLni joylab qo'yishimiz mumkin. Rasm qo'yishimiz ham mumkin. Edit qismi shundan iborat. Keyingisi faqatgina tekst qo'yishimiz mumkin bo'lgan slaydimiz bor. Faqatgina keyingisi image qo'yadigan slaydimiz bor.
keyingisi esa oxirida instruction, ya'ni instruction qismi bor. Bu yerda query'ni olishimiz mumkin. Yana query'ni oladigan qismi share qismi joyda turadi. Share'da bossak, mana bu yerda aytyaptiki, o'zingizni proyektingiz uchun nom qo'ying deyapti. Masalan, dars 1 deb nomlab olamiz buni. Dars 1 deb nomlab olgandan keyin save qilsak, quyidagi silka orqali tarqatishimiz mumkin yoki query'ni query davlat qilib olib, slaydimiz oxiriga qo'yishimiz mumkin. Davlat qismini bossak, mana oyna ochib beradi. Ustiga bitta bossak, aytyapti save. Mana tushdi. Keyingisi mana raqamli kirish. Bu raqamni qayerga kiritamiz? Raqamni boshida kirgan Mentimeter saytiga kiramiz va Mentimeterda bosh sahifasida yuqorida mana joylashgan. Shu yerga shu raqamni yozsak, albatta kirish mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Dars foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib, like va podpiskani ayamaysiz degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha